Salom. Salom jigarlar. Sizlar bilan String Gameplay. Bugun sizlarga Sarani qanday tekinga olishni ko'rsataman. Sarani tekinga olish juda ham oson demayman, lekin qiyin. Yangi kelgan tadbirlarga kiramiz. Tadbirlarda kirganimizda birinchida turgan 8 yillik yubiley tantana karnavaliga kirsak, mana shu yerda istalgan rejimda 100 daqiqa o'ynash. Shuni istalgan rejimda 600 daqiqa o'ynash. Masalan, Erangel, Livik, boshqa Rondo hammasida, 600 minut o'ynasalaring, mana shu 3 ta kupon beradi. 3 ta kuponni qanday ishlatamiz desalar, hop, bunga kirganda mana men unda o'zi ochib olganman Sarani personajini. Emotsiyalarni ham tekinga olsanglar bo'ladi. Shunday kirib, mana bu 1200 UC bo'lgan oldin Carlo. Hozir men 600 UC ga o'zi chegirma olib bo'lganman. 600 UC qolgan. Qolgan narsalarni mana Annani 0 UC ga olsam bo'ladi. Chunki men 1200 daqiqa o'ynab bo'lganman. Ular ham bemalol Erangel va boshqa Livik, lekin arenada emas, faqat rejim Erangel, Livik shularda o'ynab 1200 daqiqa o'ynab bo'lgandan keyin kupon beradi. Bemalol olib sotib olib, Sarani ko'tarib emotsiyalarini tekinga olishlaring mumkin. Foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni eslaringizdan chiqarmanglar, like bosinglar. Ijodga omad deb qo'yish esingizdan chiqmasin.